Arab afsonalaridagi dabba tarixiga yuzlansak, dabba arab mifologiyasida qiyomat kunining yaqinlashganini bildiruvchi afsonaviy mavjudot. Islom an'anasida dabba yerdan chiqadigan maxluq, ya'ni dabbat al-ard sifatida tilga olinadi. U insoniyatga uning gunohlarini eslatish uchun yer qa'ridan chiqadi. Afsonalarga ko'ra, dabba solih kishilarni gunohkorlardan ajratib, odamlarning peshonalariga belgi qo'yadi. Mu'minlar uchun nurli, kofirlar uchun esa qora belgi. Uning paydo bo'lishi quyoshning g'arbdan chiqishi va Mahdiyning kelishi bilan birga oxir zamonning alomatlaridan biridir. Rivoyatlarda aytilishicha, Dabbat al-Ard Muso payg'ambarning hassasi va Sulaymon payg'ambarning uzugiga ega bo'ladi hamda ular yordamida odamlarning yuzlariga belgi qo'yadi. Dabba barcha tillarda gapiradi va Allohning yaqinlashayotgan hukmi haqidagi so'nggi xabarni insoniyatga yetkazadi. Boshqa afsonaviy mavjudotlardan farqli o'laroq, dabba zarar yetkazishni emas, balki odamlarga haqiqat va adolatni yetkazishni maqsad qiladi. Bu personaj arab dunyosining diniy va madaniy an'analarida muhim o'rin tutadi. Oxir zamonning muqarrarligi va tavba qilish zarurligini eslatib turadi.